Rossiyaga ishga chaqirib odamlarni aldab turib, oyligi bunday, usloviyasi bunday deydigan kompaniyalar juda ham ko'payib ketibdi. Meni o'zimga juda ham ko'p odamlar murojaat qilyapti. Qiynalib qolgan opalarimiz, qiynalib qolgan akalarimiz telefon qilyapti, iltimos bizga yordam bering deb. Akalar, opalar, sizlardan iltimos qilib qolaman, har xil kompaniyalarga ishonib, aldanib borib ishga joylashib, Rossiyani har bir shaharlarga borib o'tirmanglar. Chunki bilmaydigan joylaringizga bormanglar. Sizlarga garantiyasi yo'q bo'lsa, akalar, opalar, borib joylashib o'tirmanglar. Chunki sizlar borgandan keyin erta tanishlaring yo'q, sizlarni aldaydi, dokumentlaringizni olib qo'yadi. Dokumentlaringizni olib qo'ygandan keyin sizlar hech nima qilolmaysizlar. O'sha uchun konkretniy ishlaydigan joylar kerak bo'lsa, marhamat biz kompaniyaga, meni o'zimga murojaat qilinglar, men sizlarga konkretniy ishlarni topib beraman. Akalar, opalar, har xil kompaniyalarga, har xil odamlarga ishonib, prosta aldanib qolmanglar. Chunki o'zimga juda ham ko'p odamlar murojaat qilyapti. Bizni chaqirishgan dedi, ishga dedi, usloviyasini bunday aytgan, bunday oylik olasizlar, buncha ishlaysizlar deb aytgan dedi. Lekin kelganimizdan keyin ishlayapmiz dedi, 2-3 oy bo'ldi dedi. Na oylikdan darak bor dedi, nabarot qarzga kirib ketganmiz deyishyapti. Akalar, opalar, shunday bo'lmasligi uchun har xil odamlarga ishonib, har xil kompaniyalarga ishonib borib o'tirmanglar. Bu sohada o'zim 6 yildan beri ishlayman, skladlarda ishida ishlayman, skladlarda ishiga o'zim garantiya beraman, chunki ishonaman. O'zim shu kompaniyalarda ishlab yuribman, shu kompaniyalar bilan сотрудничество qilaman, bularga ishonaman. Chunki men o'zim Tojikistonda yurganam bo'lsam, oylikni o'tkazib beradi. Akalarimiz, opalarimiz borib ishlashyapti. Xudoga shukr, hamma kommentariyalarni o'qishlaring mumkin, любой videomda kommentariyasini o'qishlaring mumkin. Hamma odamlar rahmat deyapti. Yaxshi kommentariyalar yozyapti. Borlaringizga shukr, akalar, opalar. Shunday dal shu davom etamiz. Sizlarga ish chiqarishda yaxshi joylardan yaxshi ishlarni chiqarishda davom etamiz. Akalar, opalar, sizlarni podдержкаларingiz bilan. Shu akalarimiz, opalarimizga Rossiyaga kelib, har xil odamlarga ishonib, aldanib qolgan akalarimiz, opalarimizga qanday qilib yordam bersak bo'ladi? Akalar, opalar, kommentariyaga o'tib kommentariyani yozinglar. Har bitta kommentariyaringizni o'qiyman, ko'ramiz. Nima qilib yordam qilsak bo'ladi? Shunga qarab ish tutamiz. Yanagi safar chiqargan videomda konkretniy aytaman, nima qilishimizni aytaman. Sizlarni kommentariyaringizga qarab nima qilamiz, qanday yordam beramiz, hammasini aytib o'taman. Akalar, opalar, kommentariyaga o'tinglar, kommentariy so'ramanglar. Assalomu alaykum musofirdagi do'stlarim. Moskva, Qozog'iston, Podmoskva, Qozog'iston taksilari yo'lga tushdi. Akalar, opalar, komfortniy to granitsaga bitta mashinada borib kelmoqchimisizlar? Marhamat, sizlar uchun komfortniy mashinalar yo'lga tushgan. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Avazbek akaga Sabr musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Granitsaga chiqmoqchimiz desalaring, uylaringizdan kelib olib ketadi. Akalar, opalar, granitsaga chiqarib, olib kelib, yana yuzgacha tashab qo'yadi. Glavnisi Sabr musofir kanalidan oldim desalaring, nomerda yana skidkasi bor. Akalar, opalar, срочный ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Granitsaga chiqmoqchi bo'lsalaring, dokumentlaringizni so'rovga o'tib ketgan bo'lsa ham o'zlari yordam berishadi. Yana ish chiqaryapman bugun ham. Moskovskiy oblast, город Podolskiydan. Bu ishonarli ish, chunki o'zim ishlaganman yerda, o'zim borib reklama ham qilganman, ishlaganman. Bemalol ko'nglingiz xotirjam bo'lib, kesalaringiz bo'ladi. Agarki siz O'zbekistondamisiz, Tojikistondamisiz, Qirg'izistondamisiz, farqi yo'q. Kelmoqchimisiz? Glavniy ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zimda nomerim bor, menejerlarning nomeri bor. Yakshanba kuni, bozor kuni desak, выходной kuni hech qayt ishlamaydi. Videoni qo'yaman, yakshanba kuni, dushanba kundan уже bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Dushanba kundan soat 8 dan Rossiya vaqti, soat 8 dan to kech payt soat 9-10 gacha ham bemalol telefon qilsalaringiz bo'laveradi. WhatsApp agarki javob qaytarmasa, WhatsAppga yozib qo'ying. Sabr musofir kanalidan nomeringizni olganmiz. Akam yo opam ishga kelmoqchimiz desalaring, ishni usloviyasini prinsipi hozir aytib o'taman. Shu ishni usloviyasini polni tushunib bo'lgandan keyin adresini tashab bering deb telefon qilsangiz, adreslarni tashab beraman. Kelasizlar, yotoqxonasiga joylashasizlar, ertasi kundan уже ishga chiqasizlar. Yangi kelgan bo'lsangiz, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan dokumentlaringizga yordam beradi. Agarki dokumentingiz bo'lsa, Podmoskva ofitsial ishga qabul qiladi.
Akalar opalar, yangi patent olganmisiz? Marhamat kelasiz, ishlaysiz, turavой dogovor qilib beradi. Официальный ishda ishlaysiz. 1 oyda 2 marta oylik beradi. Registratsiya qilib beradi, yotoq joy beradi, obed beradi ishxona tomonidan. Marhamat, shunday ishlarni chiqaryapman. Nima ish qilinadi? Skaner bilan ishlanadi, tezda. Skaner bilan tovar teriladi. Har bitta tovar terganingiz bu pul. Hozir danni moment bolalar bor, ayol kishilar bor, erkak kishilar bor. Ayol kishilar 3,5 ming, 4 ming, 5 ming rublgacha ishlashyapti, yaxshi ishlaydiganlari. Erkak kishilar 6, 7, 8 ming rublgacha ishlashyapti. Bu yerga chaqqonlik bo'lish kerak. Yoshini ham aytib o'taman. 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimiz kelib ishlasa bo'ladi. Agarki даже 55 yoshgacha ham bo'lsa, chaqqon bo'lsa, ishlayman desa, marhamat, kelishlaring mumkin. Kelgan kunlaringizdan уже yotoqxonasiga joylashtiramiz. Ertasi kundan уже ishga chiqasiz. Men har xil bo'lmaydigan ishlarni chiqarmayman. Ishonarli ishlarni chiqaraman, chunki bu kompaniyalarda o'zim ishlayman. Akalar opalar, har xil bo'lmaydigan ishlarni chiqarsam, agarki odamlar borib aldanib qolsa, meni kanalimga kirishadi. Meni kanal, sizni kanalingizdan borganmiz deydi. Shu yerda aldab qo'yishdi deydi. Keyin men o'zim yugurishimga to'g'ri keladi. Чтобы shunday bo'lmasligi uchun men ishonarli joylardan ishonarli ishlarni chiqaraman. Sizlarni podдержкаларинgiz bilan shu videomizga like bosinglar, kommentariyaga o'tib kommentariy yozinglar. Обязательно kimki yangi bo'lsa podpiska qilinglar. Shu videoni tarqatinglar, tanish bilishlarimizdan bo'lsa, konkretniy garantiyali ish o'xtarib bergan bo'lsa, marhamat, meni kanalimga kiradi. Ishli ham bo'lib qoladi, pulli ham bo'lib qoladi. Hozir pulni ishlash kerak, pulni qilish kerak. Akalar opalar, marhamat, like, kommentariy, podpiska bilan podдержка qilinglar. Yana bir marta aytib o'taman. Rossiyada qiynalib yurgan akalarimiz, opalarimizga, aldanib qolgan akalarimiz, opalarimizga qanday qilib yordam qila olamiz? O'tib kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xudo xolasa kommentariyalarni o'qib, shunga qarab ish qilamiz dalshi. Yanagi safar video qilsam, xudo xolasa, yanagi safar video qilganimda pulni aytib o'taman, qanday qilib yordam qilishimizni. Akalar opalar, rahmat. Videoni to oxirigacha ko'rganlaring uchun ish kerak bo'lsa ekrandagi nomerga срочный aloqaga chiqinglar. Sog'-omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Musofirda yurgan akalarimiz, opalarimiz ham Alloh panohida bo'linglar. Har xil bo'lmaydigan, ishonmaydigan kompaniyalarga kelib aldanib qolmanglar. Xayr.